Necha yoshda o'g'lingiz? Oğlum 23 yaşta. Hala juda yosh. Uylangan yo'q. Kelinli olishni xohlaydi. Niyat qiluvdim kelin. Yordam beringlar shuning uchun. Shu bolam sizlarni yordamlaring bilan so'ra oyoqqa turib ketsa. Akalar opalar biz reanimatsiyonida turibmiz. Bizni kirgizmadi, bola reanimatsiyonida hozir. O'ta og'ir holatda yotibdi. Oq qon kasali bo'lgan. Infeksiya qoniga o'chib oq qon bo'lgan. Qo'llaringdan kelsa Alloh yo'lida savob uchun yordam beringlar. Mana shu oila uchun mana men reanimatsiyonida turibman. O'zimni ham kirgizmadi, bularni ham o'zlariga ham ko'rsatmayapti. 23 yoshda o'g'illari. Kelinglar birgalar shu videoni like bosib tarqatinglar. Shu ekranga qo'yilgan nomerda Tojikiston nomerida Dushanbe City bilan Isxata, rossiyskiy nomerda Sberbank karta bor. Apamizning o'zlarining kartasi Tojikistonniki, Dushanbe City bilan Isxata, Sberbank karta akamizniki. Akajon o'zingiz bizni ko'rib turganlarga nima deysiz? Va o'zbek tojik aka-ukalarimga hammaga yordam qilishlaringni so'rayman. Shu o'g'lim yosh hali 23 ga kirdi. Shuni tezroq so'rayishga yordam berishlaringni so'rayman. Saxovat peshinni so'rlar. Yordam beringlar. Agar qo'limdan kelsa, jonimni ham berishga tayyorman o'g'lim uchun. Sizlardan iltimos, yordam beringlar. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Bolam uchun har narsaga tayyorman. Nima bo'lsa mayli. Akalar qaranglar, kambag'al oila. O'zlarining kiyinishidan ham bilib turibsizlar, oddiy qishlog'i, ayoli, qishlog'i odamlarida oddiy, dehqonchilik qilib kun ko'radigan odamlar. Qo'llaringdan kelsa Alloh yo'lida savob uchun yordam beringlar. 73 yoshga kirgan inasi kelganda hozir reanimatsiyonda eshikda yotibdi hammalari. Shular yili xalqining yordami bilan, bolajonlarning yordami bilan, Xudo savat bersa, kishilarning yordami bilan shu balagina oyoqqa turib sog'lom bo'lib ketsa, bir umr biz ulardan minnatdormiz. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin shu do'styor el xalqimga, yigit qizlarimga hammalariga Allohim. Yaratgan egamdan faqat hammaga sog'lik salomatlik tilayman, Xudo aşkına. Borlaringga shukr. Kerak bo'ladi. O'g'lim bergan bo'ladi, qo'lda kelib bo'ladi. Yordam berishlaringizni so'rayman. O'zbek tojik barcha musulmonlardan. Yo'qlar erkak kishi yig'lamas. Ularga ezilib ketadi, erkak kishi ko'z yoshini ko'rsa, ayol kishi-ku mayli, yig'laydi, boshqa ko'rib turibsizlar, kambag'al oilada. Boy bo'lsa ekanki, bir nima qilsa, imkoniyati yo'q, qo'lida o'g'li so'nib boryapti. Har kun lekin imkoniyati yo'q, joyga bora olmaydi. Og'ir holatda yordam beringlar, mana inalari o'zlaring ko'rib turibsizlar. Holatlarini. Kurkatliklar, biz Tojikistonda Siptamin nohiyasini Kurkat degan qishloqdamiz. Novlik aka, opa singillarimiz qanisizlar? Kurkatliklar. Iltimos qilaman har birlaringdan, qayerdan bo'lsa, istaravshanlik zimlaklarim, Tojikistonni qayerdan bo'lishlaringdan qat'iy nazar, shu balani ko'ryapsizlar og'ir holatda. O'zi ota-onasini kirgizmayapti, eshikda yotibdi. Shu olib kelganda 4-kun bo'ladi, 4 kundan bir yerda yotibmiz. Ko'rdilaringmi, o'g'illarni kirgizyaptimi? Ularga qo'ymayapti, kirgizgan mumkin emas ekan. Reanimatsiyonda mumkin emas ekan. Qo'ymayapti. Akalar opalar shu ukamizga haqqiga duo qilinglar. Mana ko'ryapsizlar, inalari, onalari. Shular ham erkak kishi majburligidan chiqadi-da, og'ir, oson emas internetga chiqib turib balam kasal deyish, bu o'ta og'ir narsa.